Dilshodbek studio taqdim qiladi. Rahmat. Rahmat o'zimni muxlislarim. Ben chiqqanda qarsak chalab hech kutmagan ekanman. Rahmat. Mana bugun qadrlab kelibsizlar. Alloh rozi bo'lsin men kelsam. O'zimni shaddiy muxlislarim. Tayyormi? Avvalambor assalomu alaykum aziz ustozlar, aziz eldoshlar, zamondoshlar. Hammalaringiz qadamlaringizga ming hasanat. Xush keldingizlar, xush ko'rdik. Xushvaqt bo'linglar, hamma vaqt bo'linglar. Bugün acayip bir bahana bilan şöyle didorlashtirib bizga. Alloh taolo egam hammamizni azim poytaxt Toshkentimizda mana Bogus, Xorazmbolik milliy taomlarimda acayip bir yillarda didorlashimizga sabab bo'lgan bugungi aynan 2026-yil 20-yanvarni oylab kutib bugun muxlislarni oldilarida eng chiroyli qarsaklarni olgan bugungi konsertimizni Xorazm farzandi, aynan Shovot elining farzandi. Bugun men bir nimaga quvondim, haqiqatan Xorazmning shevasini, Shovot elining shevasini qo'shlarga qiyoslab elga tarannum etgan san'atkor bugun Rashidbek Matniyazov o'zining yakkaxon konsertlarini O'ynan kuling azlarim deb nomlangan konsertlarini bugun nishonlab hammamiz quvonishib keldik. Bera kelishimizga sababchi bo'lgan bugungi konsertimizni boshqa tashkilotchilarga alohida o'z minnatdorchiliklarimizni bildiramiz. Endi to'g'ri bu konsert Rashidbek Matniyazovning konserti bo'lgani bilan bu yerda mas'uliyat va mashaqqat degan yerlar bor. Shu yerda mas'uliyatlarni bo'ynilariga olib, mashaqqatlarni bo'ynilariga olgan bugungi konsertimizni bosh rahbari, rejissyori, muallifi, bastakor desam adashimon Dilshodbek studioni İslombek Hoji bobomiz o'zlarini, Dilshodbekning o'zlarini va ijodiy yigitlarini omad tilamiz. Rashidbek Matniyazov bilan birgalikda bizlar bolaligimizdan birga o'ynab, birga gulib turib, shu vaqtda gacha bir aka-uka bo'lib kelaturmiz. Rashidbek Matniyazovni bugungi o'zini xalq oldida topshirgan imtihoni bilan chin dildan samimiy tabriklayman. Rashidbek, ilohim martabangiz bundan ham baland bo'lsin, parvozingiz baland ushsin. Men hamisha aytardim, konsert zo'r bo'ladi deb. Konsert zo'r bo'lishi uchun bizlar Rashidbekga ishonamiz. Rashidbek o'tali deb. Bugungi konsertda zo'r boshlarini kechani kechadamasdan, kunduzni kunduzdamasdan tinimsiz mehnat qilgan insonlar alohida minnatdorchilik bildiramiz. Avvalambor Dilshodbek studioga, rejissyor ustozim Murodjon ustozima, Asqarbekga sizlarga katta rahmat deymiz. Ravshanbek og'ama, Azizbek og'alarimizga, bugungi konsertda yugurgan erganlara, xizmat qilganlara, mana ijodiy guruhlarimizga, musiqotlara hammasiga o'z minnatdorchiliklarimizni bildiramiz. Endi bugungi konsertga kelgan bo'lsa, konsert haqiqatan zo'r bo'ldi, yodda qoladigan bir konsert bo'ldi. Ishonamizki, bu konsert albatta davomiy bo'ladi. Endi Rashidbek bugun bir sahnaga chiqqan vaqtlarida sahnada doğruda hayajon bo'lgandi, lekin hayajonni bildirganlari yo'q. Sababi bugun Rashidbek Matniyazovning muxlislari butun viloyatimizni, respublikamizni har bir burchaklaridan kelgan muxlislari bo'ldi. Do'stlari, yaqinlari bo'ldi, ustozlari bo'ldi. Sababi Xorazm elina kelsak, Xorazmni Shovot deganimizda birinchi esga olinadi. Bizlarning Shovotimizda Xorazm san'atining qo'lida tori bilan dunyoga tanitgan inson Alloh rahmatli marhum ustoz Kamoljon Otaxoniyozov. Xorazm san'atini qo'lida tori bilan dunyoga tanitgan. Bugungi ustozlarning izlarini davom ettirib kelayotgan hamma ustozlarimizga alohida omad tilab qolamiz. Endi hammamizni quvonganimizdan keltirib berdi. San'atkorlarimiz bor, mana to'rda hoji bo'lib o'tdi. Hoji bolalar qadamlaringizga hasanat, katta rahmat, salomat bo'linglar, barlaringizga shukr deymiz. Kelgan insonlar hammangizni o'zlaringizni qimmatli vaqtingizni ayamasdan kelgan insonlar hammangizga alohida minnatdorchilik bildirib qolamiz. Endi kecha oqshom repetitsiyada chiqqanimizda men bir narsani o'yladim-da. Dilshodbek studioni rahbarlari Hoji bobo bilan birga Dilshodbeklar bilan birgalikda men aytdim, uxuni ichib bo'libdi desa, uxu yo'q dedi. Uyimda to'y bo'ltirmagan deb hayajonlarim kuchli dedi. Islombek aka, Hoji boboga alohida rahmat deymiz. Boshingiz omon bo'lsin. Mana shu Xorazm san'atini
yana bir yuqoriga ko'tarishlarda o'zingizni bir katta bir hissangizni qo'shdingiz. Bugun Shavot yilini butun bizning O'zbekiston Respublikamizda hamma yerda o'zini o'rnini topdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu uchun Rashid Bekmatniyozovni chin dildan samimiy tabriklash maqsadlarida masalan ko'p narsa so'ramayman. Agar qo'lingiz bo'sh bo'lsa, chiroyli bir guldiroz kasak ko'rsatsa xursand bo'lamiz. Rahmat, bolalaringizga shukur, salomat bo'linglar. Endi Rashid Bekmatniyozovni bugun Rashidbek bo'lishlarini, hissalarini qo'shgan inson Rashidbekning bolaligidan yollarini olib turib, qanotlarini asrab, bolam deb, o'g'lim deb galatirgan bizlarni Xorazm san'atlarini da shogirdlarini tayyorlashda eng shogirdi ko'p ustoz desam adashmayman. Nechalli faxlasa baribir kamlik qiladigan inson bugun davramizda o'tiribdilar. Bu inson albatta Komiljon Rahimov ustozim bo'ladi. Shu ustozimizni sahnaga taklif qilib, ustoz ijrosida chiroyli bir qo'shiqlarni, taronalarni tinglasak, nur ustiga yanada ala nur bo'lardi. Mehmonlar bemalol o'tirib, yeb ichib o'tiringlar, kayfiyatlarni ko'taramiz. Bugun konsertimiz zo'r bo'ldi. Xudo xolsa nasib etsa yana konsertlarda diydor ko'rishaveramiz. Ustoz, bu sahna sizga mumtozdir garing davramizda. Ustoz ijrosida chiroyli mumtoz navoiylarini, nasihatlarini va sevgi va muhabbatni qo'shqa qiy-oslab elga taronmayotgan san'atkor, ustoz san'atkor, lirik va mumtoz qo'shiq haqiqiy mohir ijrochisi Komiljon Rahimov ustozimizni ijrolariga navbatni e'lon qilaman. San'at osmonida qiladi parvoz. San'atning bulbuli yaqin o'qish ovoz. Xalqim xizmatda yurgan ustoz, biz albatta qo'shiqlarini tinglaymiz, sevamiz. Ijro etadi Komiljon Rahimov ustoz. Ustoz, marhamat. Xush keldingizlar. Qadamlaringizga hasanat. Rahmat Murat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu bizni Rashidbek bolamizni, shogirdimizni to'yina aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar. Rahmat. Qadamlaringizga gul ko'karsin. Men bir to'y so'g'andi bo'ldim bugun. Rahmat bolam. Meni ashulalarimi ele danatgan yigit bo'ladi. Hozir meni bu yerda bir 10 dan ortiq shogirdim bor. Hammasini o'zini yo'li bor, o'zini ashulasi bor. Biz ashulalar aytadilar. Hatto men o'zimning farzandim Mamirjonim bor. Mamirjon mendan xafa bo'lmasa kerak. Rashidbekni yarim akşamda turzinglarda lekin 2 marta eshitgan bo'lsa ashulama. Ustangiz shu ashulasi aytib berdi, zahirga yetib beradi bu. Shuna ishonaman men. 2 marta eshitsa bo'ldi. Atajon usta aytadi, san'atkorda ham o'g'ri bo'lish kerak. Ne olur yurarsan meni hamda deb. Bugun o'zini ko'rsatdi. Men tasdiq qildim. Eğer yolg'on bo'lsa, isboti bo'lmasa, qarsak chalmanglar, isbot bo'lsa chabak chalinglar. Buni durishi, buni gaplashi, men doğrusu yig'laverdim o'rtada doğrusu. Ben gaplamay qoldim. Niçin? Bana 2 yil bir va'da verdi. Xudo qalasa usta dedi. Durji boribdi, siz jonliga ayttiraman tibanda dedi. Men xursand bo'ldim. Men umrim o'tincha minnatdorman Rashidbekdan. Sağ ol bolam. Endi qolaversa bu yerda qolaversa yine bu Hacanan başlık Dilshodbek studiya. İslambek, Dilshodbek, Hacanan başlık. Yakında bir şiir yıldı koluma. Asmanda yıldızlar aylar köpeysin, zeminde cilveyi saylar köpeysin. İl içire naçar biçarelenmez, iman itikatlı Hacıba bayla köpeysin. Yalgan mı aytınla? Abala pul yığıp
tekentine basıp eteversem hiç kimin demeydi. Özünün pulu. Bu il danasında inaz baş öptürttü. Korkmayın. Reşit Bek'e işanıp. Benim işanganman. Depemde Xuda. Sizlerin işleriniz berde olmasın. Vaktinize hacenem sağ olsun. Ferzatlarınız sağ olsun. Salamat olsun. O da hemşe ferzatlarınızı, aktıklarınızı, çoğuluklarınızı rahatını görgeysizler. Kala varsa yine bir neseye kuandım. Yine Kerim Baya Rahmanov. Ben Kerim Baya Usta'nın şagirdine ahır olsa da bolak kalaman gepir vakta. Şimdi bizler hem kimlerde aytar yakşı deyip yakşı şagird yaptı. Lakin Kerim Baya Rahmanov özünüzü görgensizler Bağımlı Usta'nın şef siladı. Ataca Usta'nın şef siladı. Artık Usta'nın şef siladı. Öndü ustala köpeğe versin. Atacanap Toruman Zakir Oya rahmet. Hakiki artık ustana balası. Hakiki. İlkim mülküm dedi. Beri bana köprek ötken. Ben özüm çemerte güvahım. Ben Xudadan minnettarman. Beni Kamilcan atam köpler güldü bu yaptı işte. Bir işitten alıp elden alıp çıkardı beni. Yine bizi baladı. Ben atamadı Allah rahim diye. Yurtlu titretken adam. Şunda emekim bulam ben Metata diye. İşte babamın atası. Eldine götürüp çıkan. Kamilcan eke yine. Adınızı aldık şu bayağı gelin boğaz vakti sizden ruhsat ne vardık inen. Hav? Hani ağa vakti ben kışkırıp yığılan ben de şu vakti. Hav? Allah vergenine. Allah balan koca koşuydu diyene ki. Şimdi dımam eşirlaçı hafız olmazsak ama azgana ileri redon bir koşukçu eşirlaçı bolda koşuydu. Min şükür. Xudadan min bara minnettarman. İlk kalaverse köp adam aytmadı. Gülünürünü kesitine adamlar durma kaptı. Gülünür mü ahır bu? Gülünür Harazim'de gülünür. Taşkent demez. Bu kışlaktan çıktı ortaklar. Kışlaktan çıktı. Kışlakta icat kılıp şöyle gep Zakir o ayetkandı hemen yürekin demez o. Berege ensine tüküreyim biri. Göz değmesin. Acaba mübarek olsun. Şimdi icazetleriniz bilen şu aşılarını bir iki yerde ayettim. Şimdi silahın bir iştik görünle kanı. İmanı etikatlı bayrak yapasın diye de. Kanı.